piramidda yashovchilar o'zlarining kartalari bo'ladi. Kartani qo'yganda bular ochiladi va bu yoqqa o'tib liftga boradi va liftda o'zlarini xonadonlariga chiqib ketadi. Shu obyektni hozir kirib ko'ramiz, o'rganamiz va ustalarimizning savollari yig'ilib qolgan javob beramiz. Navoiy, ya'ni Muqimiy ko'chaga qaragan tarafi Piramid Tower'i 8, 19, 20-qavatlar shiftlari juda baland qilingan, ya'ni zakazli uylar desak ham bo'ladi. Lekin Nestonga qaragan vid juda ham chiroyli. Hozir siz 8 ta passajirli lift bor dedingiz va yana qo'shimcha 4 ta lift bor, ha? Xuddi shunaqa. Turing, bor gapni ko'rsataveramiz. Baspar sistemasi nima qilib beradi o'shani aytaylik. O'zbekistonda 2 ta obyektda bor. Qisqa qilib aytganda, Dubayda Burj Khalifa, Toshkentda Piramid Tower. Ko'pchilik savol beradi, ko'p domlarni, o'sha baland binolarni obzor qilganimda, zilzila bardoshli nechiga chidab beradi? Bu yerda nechiga chidaydi? Piramid kaliti mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ultra premium materiallar, hamma jihozlarimiz, hamma ishlatilgan materiallarimiz. Ko'rib turganingizdek, ancha yuqoridan Toshkent shahrining ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Biz hozir piramidning ichida qanday hayot kechadi, qanday joylashgan, insonlar qanday kirib chiqadi va nima qulayliklar qilingan insonlar uchun va shu yerda yashovchilar uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Aslida remont qilishda, boshqa narsa qilishda va bu yerda uy olishda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir bir eksklyuziv suhbat qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan hozir piramid ichiga kiramiz va birin-ketin qilingan ishlar, tashkiliy masalalar, hamma narsasini hozir yoritib berishga harakat qilamiz. Bitta like bosib qo'ying, chunki bu eksklyuziv videoni tayyorlash uchun ruxsatnomalar oldik va kelishdik bu yerdagi odamlar bilan so'zga chiqib berish uchun bir ikkita insonlarni ko'ndirishga harakat qildik. Qilgan mehnatlarimizni yuqori baholagan holda bitta like bosib qo'yasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Shaharni qarang go'zalligini, mana juda ham katta yo'l, ko'rsating. Katta yo'lning yoqasida joylashgan Piramid Tower osmono'par bino 48 qavatdan iborat bo'lgan bu Coach Construction tomonidan qurilgan, juda ham mustahkam qurilgan aslida. Hozir ichkariga kirib hamma narsani birin-ketin tanishtiramiz. Ketdik. Hop, mana hozir biz endi piramidga kirib ketish joyida turibmiz. Tashqaridan mashinalar, yana taksilar kelsa, mehmonxonalarga o'xshatib katta yo'ldan ichkariga kiradida, bu yo'l tashab, keyin ichkariga bemalol kirib ketsa bo'ladi. Bemalol xavfsiz zona qilingan va bu joyga kirish uchun ikkita kirish joyi qilingan. Ikkita kirish joyidan bemalol o'ng tomon, chap tomondan kirib, liftlarning orasi bo'lib qo'yilgan. Ya'ni siz bu joydan kirib, liftni u tomoniga o'ta olmaysiz. Ya'ni liftni u tomoniga o'tish uchun bu yerda ham hol bor va tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Bemalol qulay qilingan, ya'ni osmono'par binolarda shu narsalarga juda ham ahamiyat berilgan. Chunki liftlar soni bu yerda adashmasam 8 tami qilingan. 8 ta qilmasa bu yerda 48 qavat bo'lganligi uchun 200 tadan ko'p xonadon bor. Ularga odamlar tushib chiqishida liftga tirbandlik bo'lib qoladi. Shu sababli liftga tirbandlik bo'lmaslik uchun 8 ta lift qo'yilgan va undan tashqari gruzavoy lift, ya'ni yuk tashish uchun liftlar qo'yilgan. Bular Ali akam, hali sizlar masalan mana shu piramidga kelsanglar, uy remont qilishda yoki nima qilmoqchi bo'lsanglar, обязательно Ali akamning oldidan o'tasizlar. Ali akam juda yaxshi insonlar, ham turklar bilan gaplashishda bular bevosita tarjimon bo'ladilar va o'zbeklarga ancha yon bosib, xudo xolis cho'tki hamma ishlarni qilib beradilar. Bizga ham ko'p yordam berdilar. Ali aka, sizga rahmat. Ishlaringizga omad aka. Charchamang. Yaxshi odam. Baribir sizlar kelasizlar shu joyga, piramid bilan bog'liq bo'lgan har qanday odamni ishi albatta Ali akamga tushadi. Xo'p, bu ko'rib turganingizdek ichkari, ya'ni hol qism, o'zbek tilida podez desa ham bo'ladi, lekin bu zamonaviy. Bu tomonlarni ham ko'rsating. Bu joyda mana piramidda yashovchilar o'zlarining kartalari bo'ladi. Kartani qo'yganda bular ochiladi va bu yoqqa o'tib liftga boradi va liftda o'zlarini xonadonlariga chiqib ketadi. Hozir endi bu ochiq turibdi, kirib ko'rsatamiz. Hozirgi paytda endi bizda liftlarni kartasi yo'q. Liftlarning o'zini maxsus kartasi bo'ladi. Karta tekkizgandan keyin bu yerda qaysi qavatga chiqishingizni kod, ya'ni qaysi qavatga chiqishi teras. Masalan, deylik biz 45-qavatga chiqmoqchi bo'lsak, 45 deb yozamiz.
45 ga keyin olib chiqadi. O'zi ko'rsatadi qaysi lift kelganini. Shu bilan tepaga chiqib ketiladi. Hozir bizdan olib chiqishadi, birgalashib chiqamiz. Mana shu lift chaqirdilar, lift keladi va hamma o'zini qavatiga chiqadi. Endi hozir bizda karta yo'q, lekin keyinchalik bu yerda yashovchilar hammani o'zida karta bo'ladi. Hamma o'zining kartasida urib bemalol chiqib ketaveradi. Hech kim hozir endi bu bino hali to'liq ishga tushmaganligi uchun bular yordamida, ya'ni bu yerda o'sha qo'riqlovchi nazoratchilar orasida olib chiqib olib tushishadi. Ketdik. Mister Shohruh santexnikimiz ham mana shu yerdalar, ko'rsating. Agar sizlar shu joyda remont qilmoqchi bo'lsanglar, Shohruhga murojaat qilinglar. Shohruh juda yaxshi santexnik, ancha qo'li gul usta. Nasib bo'lsa, sizlarni ham xonadoningizda remont qilib berishadi. Xo'p, biz 19 ga keldik. Hozir mana 19-qavatda bizning obyektimiz bor. Shu obyektni hozir kirib ko'ramiz, o'rganamiz va ustalarimizning savollari yig'ilib qolgan, javob beramiz. Bu joyda ham hozir ishlarimiz bor. Hop, keling. Mana bu joyni ko'rsataman. Bu Navoiy, ya'ni Muqimiy ko'chaga qaragan tarafi Piramid Tower'i. To'rttala tomoni ham juda ham zo'r aslida. Bu yana ham ko'rib turganingizdek gorizont juda ham chiroyli ochiladi. Bu Muqimiy yo'li, mosti, Parisien turar joy majmuasi. Uzoqlarda Bunyodkor stadioni ko'rinib turibdi. Bizda Bunyodkor stadioni bor. Ketdik. Yana bitta aylanib ko'rsatib beraman. Nima, u tomonlarni ham ko'rsatmoqchiman. Nestvon tomonga qarab ochilgan tomonlari bor. Ular ham juda ham zo'r aslida. Nestvonga qaragan tomonlari ham juda ham zo'r qilingan. Xo'p, bu joyda bu obyektimizda elektrikalar bitgan. Mana, keling. Elektrikalarni ko'rsating mana. Juda ham chiroyli qilingan. Bizda bir elektrikimiz bor. Umuman videoga tushishni yoqtirmaydi, lekin ishlari mana go'zal. Juda ham chiroyli. Ko'rib tomosha qilinglar. Keyin yana zo'r faktlarni sizlarga gapirib beraman. Xo'p, Piramid Tower'da 18, 19, 20-qavatlar shiftlari juda baland qilingan, ya'ni zakazli uylar desak ham bo'ladi. Xo'p, balandligi adashmasam 380, 390 atrofida. Bu mana Nestvonga qaragan tarafimiz. Ko'rsating, operator. Endi oyna ozgina kirrog'i, lekin Nestvonga qaragan vid juda ham chiroyli. Bu Nestvonga qaragan tomoni edi. Hozir biz 45-qavatga chiqamiz. Liftlar mana orqada ekan, keyin ko'rsatamiz. Скоростной liftlar. Ichlari mebellar bilan shiftka qilingan, MD shpona bilan, shpon bilan shiftka qilingan. Hozir siz 8 ta passajirli lift bor dedingiz va yana qo'shimcha 4 ta lift bor, Ha, xuddi shunaqa. To'g'ri? Bor gapni ko'rsataveramiz. Xo'p, ketdi. Nima bu? Aleyküm. Bizani Baspar sistemamiz O'zbekistonda ikkita proyektda bor. Piramid Tower proyektimizda mana shu Baspar sistemasi va Hilton proyektimizda bor. Baspar sistemasi nima qilib beradi? O'shani aytaylik. Bu yong'in xavfsizligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan zdaniyalarda ishlatiladi. Ya'ni asosiy kuchlanishdagi kabellarimiz, katta kuchlanishdagi kabellarimiz mana shu sistemaning ichidan o'tadi va yong'in xavfsizligini oldini oladi. Ya'ni har qanaqa qisqa tutashuvlar yoki har qanaqa misol uchun kabelda bo'ladigan zararlarni tashqariga yong'in xavfsizligi bo'yicha chiqarmaslik uchun, ya'ni yong'in xavfsizligini birinchi o'ringa chiqaradigan narsa. Zdaniya bu narsa O'zbekistonda ikkita obyektda bor. Bu ham xavfsizlik jihatdan, ham komfort jihatdan, ham ekspluatatsiyasi, servisi, qulaylik jihatdan Dunyo va Yevropa standartiga javob beradi. Xuddi shunaqa. Ya'ni qisqa qilib aytganda, Dubayda Burj Khalifa, Toshkentda Piramid Tower. Yashang.
Xuddi shunaqa. Sistemamiz, kategoriyamiz zilzila bardoshliligi, binoni chidamliligi, mustahkamligi va komfort hayotni Piramid Tower'dan albatta ta'minlab, bemalol balandlikni sevuvchilar uchun Piramid Tower obyektimiz yuksaklikni sevuvchilar uchun qurilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Maxsus yaratilgan. Maxsus yaratilgan. Yaxshi. Xo'p, endi aka kel. Bu yerda bitta savol bor. Bizda baribir mana ko'pchilik savol beradi. Biz ko'p domlarni, o'sha baland binolarni obzor qilganimda zilzila bardoshli nechiga ichida beradi? Bu yerda nechiga ichida deydi? Bardoshliligimiz bu binoda, ya'ni qoziq sistemasi qilingan, ya'ni O'rta Osiyoda 3 ta deb topilgan juda ham qoziq sistemasini quradigan apparatlarimiz, ya'ni quyadigan, qoqadigan apparatlarimiz svaya deyiladi. Bu svaya apparatlari, ya'ni germanskiy apparatlar, ya'ni Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan Liber apparatlarimiz bilan bu binoni qoziq sistemasi qurilgan bo'lib, zilzila bardoshliligi va beton temir konstruksiyali qoziq sistemasi svayalar ishlatilgan, ham vertikalniy ham diagonalniy tomonlama va ularni zilzila bardoshliligi umuman binoni zilzila bardoshliligi 9+ ball shiddatida, ya'ni olinib hisoblangan. Xudo xolasa zilzila avvalo bo'lmasin. Lekin 9+ ga chidab beradi. 9+ shiddatiga ko'ra hisoblangan baliga. Mana shu anaqa kerak edi statistika, chunki ko'p yurtdoshlarimiz masalan mana shu anaqa qilganda nechiga chidayotgan so'rang deyishadi ko'p yurtdoshlarimiz. Mana hurmatli yurtdoshlar, sizlar uchun maxsus so'radik. O'ylaymanki, bu mustahkam qurilgan va eng so'nggi texnologiyalarda qurilgan. Mijozlarimiz albatta bizga har bitta mijozimiz juda ham e'tiborga molik hisoblanadi. Mijozlarimiz har bitta mijozimizga xizmat qilishdan mamnunmiz va har bitta mijozimiz Koch Construction oilasini a'zosiga aylanadi. Albatta har bitta mijozimiz Koch Construction kompaniyasining oila a'zosi bo'lganligi uchun ularga chin dildan xizmat qilamiz va yordam beramiz. Kalit bo'lmagan paytda, hurmatli yurtdoshlar, mana bu yerda turing. Piramid kaliti mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yo'qotib qo'ysa, mabodo buni qayta tiklash uchun qancha pul ketadi taxminan? Bu narsa hali kaliti yo'qotilmaganligi uchun aniq bilmaymiz-da. Aniq bilmaymiz. Lekin juda ham noyob kalit qilib qo'ysa ham bo'ladi. Sistemamizda aqlli qulf kalit sistemasi hisoblanadi. Smart Lock brendiniki. Bizda o'zi Piramid Tower obyektimizda ultra premium materiallar, hamma jihozlarimiz, hamma ishlatilgan materiallarimiz juda ham kачественный, ya'ni yuqori sifatli mahsulotlar, o'zbekcha qilib o'zbekcha tushuntiradigan bo'lsak, yuqori sifatli mahsulotlar ishlatilgan va bu yerdagi mehnatimiz, montaj ishlari juda ham sifatli darajada olib borilgan. Har bitta mayda detallarigacha hisoblanib, o'ylanib olib borilgan. Ya'ni bu brendni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Smart Lock brendi, bu brendimiz dunyo tanigan mirovoy brend hisoblanadi. Ya'ni bu aqlli kalit qulf sistemasi, Face ID'lari bor. Hozir bu narsani zaryadlab ko'rsatamiz. Ya'ni o'zini batareykalari bor. Face ID sistemasi, oddiy parolli sistema, karta sistemasi bor. Kichkina kartasi bo'ladi va barmoq отпечатка палец, ya'ni barmoq izi bilan ochish sistemasi va App Store Play Marketdan o'zini programmasini skachat qilib, ya'ni yuklagan holatda bu narsani masofadan boshqaruv sistemasi ham bor va o'zida bu qulf kalitimizni o'zida domofoni bor. Ko'rib turganlaridek, juda ham aqlli o'ylangan, ya'ni hammasi hisobga olingan aqlli qulf kalit sistemasi. Ya'ni batareykasi bizga 4200 maxli batareyka bilan taqdim etishgan, ya'ni zavodskoy batareykasi bo'ladi o'zini ichida. Hozir batareyka sistemasini ham ko'rsatamiz. Ya'ni bu batareyka sistemasi polniy o'zini aniq qiladi. 3 oydan 6 oygacha zaryadi xudo xolasa o'chmaydi inshaalloh. Shu. Zo'r. Mana hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganlaridek, bu juda ham aqlli qulflardan tortib har bir detallarigacha, har bir kichik mayda detalgacha e'tibor berilgan Piramid Tower. Voya biz
19-qavatdan Toshkentning ko'rinishini ko'rsatgan edik. Mana endi hozir biz 45-qavatdamiz. 45-qavatdan ham ko'rsatamiz Toshkentning ko'rinishida. Xuddi shu joyi 19-qavatdan ko'rinishi edi. Mana endi ko'rib turganingizdek, ancha yuqoridan Toshkent shahrining ko'rinishi qanaqa bo'ladi. Juda ham ko'p qurilishlar bor, juda ham ko'p infratuzilmalar, ya'ni O'zbekiston Toshkent shahri yangilanish arafasida turibdi. O'ylaymanki, bu hali boshlanishi, juda ham chiroyli hali bo'ladi, go'zal shaharga aylanadi Toshkent. Shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, biz videoni davom etamiz. Sizga yoqayotgan bo'lsa, hozirning o'zida bitta like bosib qo'yasizlar. Biz hozir xonalarning ichidagi, ya'ni Pyramid Tower tomonidan xonalarga bo'lib berilgan, yani devorlar yasalgan. Ana o'sha devorlar nimadan qilinganligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Keling, yaqinroq. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, devorlar juda ham mustahkam qilingan va ikkala tomonga ham 2 qavatdan gipsokardondan yopilgan, ya'ni brendoviy Knaf gipsokardonlar va undan ham tashqari buni ichiga shuma paglashayishi maxsus materiallar ishlatilgan. Bular o'sha ovoz qaytaradi va undan ham tashqari issiq sovuqni kerak bo'lsa xondan-xonaga o'tib ketmasligi uchun ushlab turadi. Va endi sanuzellarga kelamiz. Sanuzillarning ichini vlagostoyki gipsokardondan bo'lib ketilgan va o'zini o'sha gidroizolyatsiyalari ham qilib ketilgan. Shunday ekan, hurmatli yurtdoshlar, sizlar kelib xonalarni qanaqa bo'lingan ekan degan savolingizga javob olasizlar degan maqsadda buni ko'rsatib berdik. Hamma narsa o'ylangan, hamma narsa oldindan hisob-kitobi chiqarilgan va shundan keyin xonalarga bo'lingan. Xo'p, endi remont qilishda mana bu temirlarni kesib bo'lmaydi. Baribir bu bilganlar uchun eslatma bo'ladi, bilmaganlar uchun informatsiya bo'ladi. Umuman bularni kesib tegini bo'lmaydi. Va undan tashqari, agar mana piramid tomonidan qilingan stяжкаларga agar kimdir tegib buni o'yib, agar turbot qilsa va boshqa fankoillar qo'yilsa va bunga ekspertiza qilib berish kerak bo'ladi piramidga yana qaytadan. Ya'ni suv o'tib ketmasligi uchun o'sha maxsus o'sha texnikalardan foydalangan holda, gidroizolyatsiyalarni qilgan holda yana Pyramid Towerga как ekspertiza qilib topshiradi va o'shandan keyin Pyramid Tower ekspertizani qabul qiladi va siz qilgan ishingiz o'sha talablarga javob bergan bo'ladi. Qo'shimcha qilib ketsam, mayli. Sardor aka, sizga qo'shimcha qilib ketaman. Ya'ni hamyurtlarimizga qo'shimcha ma'lumot sifatida bizda O'zbekistonda gazoblok fabrikalari bor. Biz eng sifatli, ya'ni boya aytib o'tganimdek, premium klass mahsulotlar ishlatilgan, ya'ni materiallar. Mana shu ko'rib turgan gazobloklarimiz Arton fabrikasini gazobloklari D600 markali gazobloklardan ishlatilgan. Ya'ni D600 markani o'zini xususiyatlari issiqqa, sovuqqa chidamliligi, namlikka chidamliligi va ularni ya'ni kuchlantirma deyiladi o'zbekchasi, usileniya deymiz. Har bitta qatorida usileniyalari va fakfilniy stoyka deyiladi. Yana ham usileniya bo'lishi kerak, mustahkam bo'lishi kerak. O'sha narsalarni hisobga olgan holatda qurilish norma qoidalarini buzmagan holatda standartda shaharsozlik norma qoidalari bor, ya'ni shaharsozlik qurilish norma qoidalarini hamjihatlikda, ya'ni bizni davlat tashkilotlarimizda inspektorlarimiz bor, qurilish nazorat inspektorlari, ular kelib, ko'rib, birgalikda, ya'ni Yevropa standartlarida chizilgan proyekt bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston norma qoidalari va shaharsozlik norma qoidalariga javob berishi uchun birgalikda hamkorlikda ishlab chiroyli proyekt taqdim etilgan. Mana hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bu albatta foydali bo'ladi degan niyatdamiz. Chunki juda ko'p savollar aylanishni boshladi. Deyarli mana Pyramid Towerda remont ishlari boshlandi. Hozirgi kunda nechta taxminan uylar remont boshlangan? Hali juda ham kami. Hozirgi kunda 10-15 ta atrofida uylarimizni, ya'ni bizning oila a'zolarimiz deymiz. Qayta-qayta takrorlashdan charchamaymiz. Ya'ni bizga hamkorlikda biz bilan ishlayotgan, ya'ni bizga investitsiya kiritgan, bizga ishongan insonlar, bizni yuragi qaynoq, ko'zi qora o'zbek xalqimiz, ya'ni Toshkentning yangi yuragi, ya'ni yangi ramziga aylangan Pyramid Tower obyektida mijozga aylangan insonlarimizning 10-15 ta nafarini qurilish remont ishlari boshlangan va aktiv holatda davom etmoqda va kun o'tgan sari bu mijozlarimizning soni ham ko'payib bormoqda
Ayni paytda hozir qurilishimiz, ya'ni bu Pyramid Tower obyektimizdagi Pyramid birinchi blokimiz A blok hisoblanadi, ikkinchi blokimiz Pyramid Mall B blok hisoblanadi. A blokda mijozlarimizni qurilish ishlari davom etmoqda. B blokda hozir Koch Construction kompaniyasining ayni paytda qurilish ishlari aktiv holatda, ya'ni jadal suratda davom etmoqda. Ham nafaslikda, hamkorlikda ishlamoqdamiz. Barchalarni kutib qolamiz. Bemalol tashrif buyurib, ko'rib aylanib, madaniy hordiq chiqarib, proyektimiz bilan tanishib, keyingi proyektlarimizda albatta barchangizni kutib qolamiz. Bu proyektimizda ham barchangizni kutib qolamiz. Ko'rishdan xursand bo'lamiz. Ko'rganimizdan xursand bo'lamiz. Yaxshi, juda ham zo'r. Mana hozir Ali akam ta'kidlab o'tdilarki, Pyramid Towerda 10 ta, 15 ta atrofida xonadonlar ta'miri boshlangan. Diqqat qiling, hurmatli yurtdoshlar. Ana o'sha 10 ta, 15 tadan 5 tasi hozir biz tomonimizdan amalga oshirilmoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda bu hozir ancha yaxshi. To'g'rimi? Albatta.